Trikotaj matosiga oson uslubda zamok tikishni o'rgataman. Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz dublerinni enini 1,5 sm qilib, shunaqa ikkita bo'lak qilib kesib olamiz. Kesib olgan dublerinimizni zamok tikiladigan joyda shunaqa qilib yopishtirib olamiz. Dublerinimizni yopishtirib bo'lganimizdan keyin zamokimizni shunaqa yopiq holatda bulavka bilan shunaqa qilib qotirib olamiz. Oralarini 20-20 sm dan bo'lsa, tikkanimizda qulay bo'ladi. Shunaqa yarimtalik lapkada tikib olamiz. Mana zamogimiz tortilmay chiroyli chiqdi bir tarafi. Ikkinchi tomonini tikishdan oldin tepasini zamogimiz tugagan joyini shunaqa qilib belgi qo'yib olamiz ruchka bilan. Ikkinchi tomonimizni tikkanda shu belgimizdan foydalanamiz. Shunaqa qilib bu yoq tarafidan bulavkalab olamiz va tikib olamiz. Mana zamogimiz chiroyli tekis chiqdi. Bu uslub bilan zamok tiksangiz ham oson, ham sifatli bo'lib chiqadi. Mani profilimga obuna bo'lib, storieslarimni kuzatib boring. Foydali ma'lumotlar bilan bo'lishib boraman.